Assalomu alaykum, Baraka To'rtko'l kanaliga obuna bo'lasizlar. Hammangizga xayrli kun, kuningiz xayrli va barakali bo'lsin. To'rtko'l tuman markazidan joy reklama etacakman. Umumiy yer maydoni 4 sotik. Bozorni elde bo'ladi. Maktab 300 metr, desat 200 metr. Bozor esa 100 metr ham chiqmaydi. Joyning ichini pollar bilan qo'ldan kelsa tanishtirib o'tamiz. Baraka To'rtko'l kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Shahar markazidan, bozor yonidan joy olaman deb yaqinlarga videoni tashlab qo'ying. Pastda egasini nomerlarini yozib qoldiramiz. Videoning lavhasida bemalol egasini olib chiqarasiz. Joyning ichini pollar bilan qo'ldan kelsa tanishtirib o'tamiz. Giramiz, dalon, chap qo'limizda bir zal bor. Zalning ichini ko'rishingiz mumkin. Remontlar a'lo darajada ishlanib turibdi. Oboya yopishtirilgan, natijada patolog, pardalar. No narsa qolishi, no narsa ketishi, egasi bilan kelishib gaplashaverasiz. Chap qo'limizda yana bir zal bor. Bu zal ham keng yasab ishlangan. Bu yerni ham ko'rishingiz mumkin. Remontlari ajoyib deb ishlanib turibdi. No narsa qolishini egasi bilan kelishib gaplashaverasiz. Ugulovый joy, gaz, svet, suvdan muammo yo'q deydi. Maktab, desat yaqin ayvon katta deb ishlanib turibdi. To'g'rimizda bir spalni joy bor. Keyin bu yoqdan bir spalni joy bor, bu yoqdan bir spalni joy bor. 3 tane spalni joy bor. Keyin dalon bor. Bu yoqda bir dalon. Bu yoq darvozasi demir darvoza ajoyib deb qurilib turibdi. Ko'rib turolmaslik ugulovый joy. Joyning narxiga keladigan bo'lsak, narxi $130,000 aytib turibdi. 1-2 so'm xayridan qaytib kelishib beriladi. Egasi bilan kelishib gaplashaverasiz. Bizga o'rtadagi odam narxni joyning egasi aytadi. Joyning egasi bilan kelishib gaplashaverasiz. Hammaga rahmat. Bino joyning chalvog'i. Bedashxonasi. İBAN tarafımız Michi tarafdan gelish, İBAN'ın avtomobilki bor, lider maishiy texnika do'koni bor. İBAN tarafımız Vishik tarafa ketish. Şuradan kelsangiz, ina shu ko'chaga aylanasiz, Berdaq ko'cha. O'ng qo'lingizda Salarakda ugulovый joy.